Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kuninglar xayri va barakatli bo'lsin. Biz o'z ishlarimizni boshlaganmiz. Hop. Bu yoqda Cobalt va Nexus mashinamizni olib qo'yganmiz. Cobalt mashinamizga 47 talik propan chiroyli qilib taglarini shumkalar qilib o'rnatib beryapmiz. Bu yoqda Nexus mashinamizga ham xuddi shunday 47 talik balon bilan taglariga shumka qilib chiroyli qilib o'rnatib beryapmiz. Bu ikkalasi ham 47 talik balon bilan trassaga bemalol 400 km dan oshiq yuradi, shahar ichiga 250-240 km yuradi. Xo'p, Cobalt mashinamiz oldiga qo'yiladigan jihozlarni ham birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Oldiga qo'yiladigan jihozlari farsinkamiz italyanskiy real bo'ldi. Xo'p, miyasi bo'lsa, bu yoqqa уже joylab bo'libdi bolalar, basiga 24 redaktorimiz bu yoqqa o'rnatilgan turetski bo'ldi. Bu Nexus mashinamizga ham xuddi shunday komplektatsiyalar bilan farsinkamiz mana ko'rishingiz mumkin. İtalyanskiy real bo'ldi, haqiqiysi mana tagida plombalari bor. Redaktorimiz atker bo'ldi, miyasi basiga 24 ga bo'ldi. Chiqmasligi uchun fragment shlanglar bilan foydalanib uстановка qilib beryapmiz. Bu yerda Damas mashinamizni olib qo'yganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizga ham 40 talik prap o'rnatib beryapmiz. Bu yerda mana Gentra mashinasini zavodskoy miyalarni yechib olib qolib, o'rniga o'zimizni jaydari, stak miyalari bilan chiroyli qilib mashinamizga ham o'rnatib beryapmiz.